Hech qachon yengilma deding-ku. Ha? O'z yo'lingni izla derding. Ha? Sen yengilding, mag'lub bo'lding. Men omadsizning yo'li shu. Seni boshqachasan deb o'ylardim. Yoqmasa o'z yo'lingni top. Men esa tinch qo'y. Ketmoqchimisiz? Xohlasang ketishing ham mumkin. Uzlatga chekinaymi? Ba'zan mag'lubiyatni ham tan ola bilish kerak. Ketinglar. Bilasanmi, men unga o'xshashni orzu qilardim. Bir mavsumda 3 ta kubok olib rekord qo'ygansiz. Men ustozdek qiling, iltimos. Turklaringizni ko'rsating. Ko'rsatmoqchi edim. 3 marta chempion bo'lgansiz. Kuboklaringiz ham ko'p ekan. Kuboklarmish. Keraksiz temir uyumlar u. Bootcampga ayasdadasi o'ynashga tushganlar nima gap? Yo'q, birsiti Abdullajon Voron bor ekan, endi nima qilamiz? Bizda ham Faron bor ekan, maqtanmasangiz bo'laveradi. Yaqinda qaytadi Voron ham. Yo'q, bo'ldi. Bo'ldi, yotinglar. Bitta yopaman baringni. Samo, bal. Ya, rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. O'zi qanaqa kuchga egaligimni his qildi bularim. Ana, to'dalayman dedim-ku baringni. Samolyotdan chiqmay qoptimi birinchi o'ringa? Shu men donatorlar qaydaligini bilib olsam bo'ldi-da, bilaman-ku ular o'ynolmaydi. Qayda bo'lsa quvib borib otaman-da. Otganda ham prosta emas, to'dalayman-da barini. Uyda yolg'izlar chiqinglar mana, kutilmagan mehmon 1, 2, tamom, yopildi mana. Mak qilganlarning foydasi yo'q. Yotish dedim-ku baringga. Ya, samolyot bo'lsa o'ynash yurganga ayni kelasan. Ayang so'rab qo'y. Ko'pchilik meni oldindan kuzatadiganlar biladiki, oldin shunaqa ko'p kayfiyatli videolar qilardim. Sog'inishgan ko'rinishadi, kommentariyada ko'pchilik yo'qlabdi ekan. Akalar, ukalar, shu natijalarga erishib yurishimga sizlar sababchisizlar. Sizlar xursand bo'lsanglar, men xursand bo'laman. Shu bitta maqsadim bor, Ramazon oyi tugaguncha 20 ka bo'lishni niyat qildim. Bitta yordam berib olsanglar zo'r ish bo'lardi. Oldindan rahmat. Bu nima bu? Buncha kichkinasiz. Qanday otaman bu kichkina odamni? Bilay, bu ko'rinmayapti. Agar sizlar ham xuddi shunaqa mendaqa personajlar kichkina qilmoqchi bo'lsanglar, tanishilar yoki do'stinglar shunaqa azoblamoqchi bo'lsanglar, men sizlarga xuddi shunaqa bitta cho'tki fayl yaratib qo'yganman. Hamma telefonga tushadi, ishlaydi. Bu faylni olish uchun shu videoga bitta like bosib, kommentariyaga plus qoldirib, xuddi shu profilimdagi link orqali shu link ustiga bitta bosib Telegram kanalimga qo'shilib, bemalol olishlar mumkin. Bu fayl hamma telefonga tushadi, xuddi shunaqa videodagi ishlaydi. Juda ham maza personajlar, juda ham tez yuradi, o'ta kichkina bo'ladi. O'qiylar, zalyutlar kuchayadi, headshot'dagi ko'proq bo'ladi. Hamma telefonda ishlaydi, xuddi shu videodagi. Bu videoni ko'proq odam ko'rish uchun shu videoga bitta like bosib, komment yozib, o'zingizlar storylar qo'yib, bitta podpishka qilsanglar, biz shunaqa narsalar chiqaraveramiz. Buni hali ham qayta olishni bilmaganlar, xuddi shu profilimdagi link orqali shu link ustiga bitta bosib Telegram kanalimga o'tib qo'shilib, bemalol olishlar mumkin. Hammani Telegram kanalimda kutaman. Go. Seni ayerdan astagfirullah. Bittalab kelinglar. Kallinglarni otam. Ketami? Ketdi. Amilmi? Bitta shogan o'zi o'ynaydi-yu. Oyda otda kelingmi? Ha, o'zimizdan akam. Hay. Ramazon ayt keldik etingizga. Doim o'g'il bersin betingizga. Zo'rda kun, ketmonda pul, qara qoling ming yukli. Qalifli. Assalomu alaykum zoga. Va alaykum assalom. Qoldi. Joninglar sog' bo'lsin. Ham ostasi Siz ham bu qo'shiqni unutorgan bo'lsangiz kerak. Bitta eshitib ko'ringlar. Agar qo'shiq yoqsa, obuna bo'lib keting. Özmeyeceğim, çekeceğim silahı başıma bir mermiye. Ölmeyeceğim, yarın halını mən görmeyeyim. Oldu neler, bu yarım sevgi alın dastanında kaldı mənə. Gel,
ben orada gözləyəcəm. Dəli bu könül çalxalanır dərin dəniz boyunca, üzüntülər hakim edib getmir heç nə yolunda. Sən mənim təsəvvürüm, təxəyyülüm, yarım idin. Deyindi kim günahkar səbəbkardır oyuna. Tapmadı gözlər birisini, dözmədi təsəvvüruna. Elə bir dərdin ahındayam, bir canım var. Ölüm vardı mən bilirdim hər həyatın sonunda. Çətin gəldi inan mənə, yoxluğunla yorulma. Görmədinmi sən, yoxsa gözüm mü bağlı? Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, obuna bo'lish esdan chiqmasin. 10 mingtaga oz qoldi. Həm olmuşsan niyə görə? Bu vatanni onamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Bu vatanni bolamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Qancha dunyo kezdim ko'nglim yorishmadi baribir.